Fistani po'chog'ida, fistashkani po'choqlarida yonadigan burjeyka so'rovmi deylar. Mana o'sha burjeykalar. Ana shu ikkalovi bittasi kichkinaroq, bittasi kattaroq burjeyka ekan. Burjeykani hozirlarga tanishtiraman. Bu burjeykani mana bu yog'iga ana shu qaranglar, yoqilg'isini ham qilib qo'yishdi. Mana shu ichiga solasizlar, bunkeri bo'ladi bu. Bunkeridan tushgandan keyin mana bu yerda regirovka qiladigan joyi bor ekan. Mana yoqilg'ini. Bundoq kamaytirasizlar, ko'paytirasizlar tushishini. Keyin mana bu ochilgandan keyin yongan kulpasga tushadi-da, mana shu yerda yonadi. Chugunni reshotkan ustida o'tdan keyin yongan kulpasga tushib, mana tozalab olinadi. Eng zo'r joyi mana bunisi. Havoni regirovka qiladigan joyi-da bu. Tiyagan navigator deydi. Lekin buni bitta no tomoni juda yupqa tunkalardan ishlangan ekan. Mana shuni sal qalinroq listlardan ishlasa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda chiroyli chiqadi inshaalloh. Hani biz ham qilib ko'ramiz. Dimoxotini qaranglar. Orqasidan zaslonkalari bilan. Ayniqsa eng mazza qilgan joyim bor. Mana shu yoqilg'isigacha tayinlab qo'yishganda qoyil.